Assalomu alaykum, men Hayotov Ismoil, Avtovine startap asoschisi va Uzkombinator loyihasiga aynan shu startap bilan qo'shilmoqchimiz. Bizning startapimiz qanday muammolarni ko'rdi va qanday innovatsion yechimlar bera oladi. Biz startapimiz orqali shamol generatorlarini ishlab chiqarish orqali bir qancha muammolarni yechishimiz mumkin. Misol uchun bilamiz, har bitta davlatda resurs yetishmovchiligi bor, ayniqsa tabiiy gazda. O'zbekistonning 70% elektr energiyasi issiqlik elektrostansiyalarida ishlab chiqariladi. 30% esa muqobil energetikaga. O'sha 30% ning ham atigi 2% shamol generatorlarga to'g'ri keladi. Bu orqali biz ekologik 100% elektr energiya ishlab chiqaramiz. Undan tashqari elektrga bo'lgan importni cheklagan holda hattoki eksport hajmini ham oshirishimiz mumkin. Buni hattoki O'zbekiston ham o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan, ya'ni 2300-yilgacha borib muqobil energiya foizini 30% dan 40% ga oshirish. Biz o'zimizni startapimizni tatbiq qilish orqali bu O'zbekistonning strategik yo'nalishlariga yordam berishimiz mumkin. Undan tashqari biz o'zimiz ishlab chiqarayotgan sun'iy shamollarni, ya'ni isrof bo'lishini oldini olamiz. Buni keyinroq gapiraman. Ya'ni nimaga bu startapni aynan hozir boshlashimiz kerak? Chunki bilamiz, bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xalqqa bo'lgan murojaatnomasida 5-yo'nalishni ekologiyaga bog'liq qilib tanlaganlar va bizning ham startapimiz ekologiyaga bog'liq va 100% tabiiy bo'lganligi sababli davlatdan bir qancha grantlar va subsidiyalar olishimiz mumkin. Biz bu startapga vertikal o'qqa ega shamol generatorlarini tanlaganmiz. Uning turlari juda ko'p. Ularga bitta misoli Helix shamol turbinasi hisoblanadi. Buning gorizontalga nisbatan foydalanish koeffitsiyenti past 0.3 ga teng, lekin plyus tarafi bu moslashuvchan, ya'ni biz o'rnatmoqchi bo'lgan joylarga mos ketadi. Ham past shamolda ham ishlaydi, ya'ni 1.34 metr taqsim sekund shamolda ham ishlaydi. Quvvat esa 3000 dan 5000 gacha yetadi. Ya'ni biz o'rnatmoqchi bo'lgan joy bu yer usti metrosi hisoblanadi. Bizning eng innovatsion yechimimiz mana shu. Ya'ni bilamiz, yer usti metrosida ikki tomonlama poyezd qatnovi amalga oshiriladi va bizning mahsulotimiz mana shu qatnov yo'lining o'rtasiga joylashtiriladi va poyezdlar yaratgan sun'iy shamol orqali mahsulotimizni aylantirib elektr energiya ishlab chiqarishdan iborat. Bundan tashqari dunyo tajribasiga tayanadigan bo'lsak, bunday shamol generatorlari katta avtomagistrallarda o'rnatilgan va shu orqali elektr energiya olib borishyapti. Biz esa mana shu innovatsion g'oya bilan kirib bormoqchimiz. Bizning biznes modeliga to'xtaladigan bo'lsak, B2G va B2B dan iborat. Asosiy mahsulotimiz shamol generatorlari, undan tashqari kontrollerlar, akkumulyatorlar va invertorlar. Mahsulotlardan tashqari esa o'rnatish va akkumulyatorlarni yangilash xizmatlarini yo'lga qo'yishimiz mumkin. Biz o'z oldimizga kelajakdagi rejalarni ham maqsad qilib qo'yganmiz. Ya'ni 2026-yil loyihani ishga tushirsak, MVP'sini amalga oshirsak, shu bilan birgalikda innovatsion g'oyalar qilib 2027-yilgacha borib metro tunnellari ichiga tushuvchi, ya'ni moslashuvchi kichkina hajmli shamol generatorlarini ishlab chiqishdan iborat. 2028-yilgacha borib esa uzoq masofaga yuradigan yuk tashuvchi poyezd vagonlarining o'rtasiga moslashuvchi shamol generatorlarini ixtiro qilish va ularni ishlab chiqarishdan iborat. 2028-yildan keyingina esa biz nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo bozoriga chiqishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bozorga to'xtaladigan bo'lsak, TAM butun global miqyosda 112 milliard dollar tashkil qiladi. O'zbekiston ulushi, ya'ni SAM 2.95 milliard. Biz oldimizga qo'ygan maqsad esa 2,5 milliondan boshlamoqchimiz. Nima uchun boshlashimiz kerak? Yana bir bizning ustunlik tarafimiz, bu bozorda hali raqobatchi yo'q, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan shamol generatorlari yo'q. Borlari ham chetdan, ya'ni chetdagi investorlar orqali kirib kelgan shamol generatorlari hisoblanadi. Jamoaga to'xtaladigan bo'lsak, jamoada men, ya'ni CEO, asoschi Hayotov Ismoil, Millat umidi universiteti talabasi, biznes va boshqaruv yo'nalishida o'qiyman. Qolgan jamoadoshlarim yo'q. Bu mening eng
katta kamchiliklarimdan biri desam ham bo'ladi. Lekin men agar uz kombinatoriga qabul qilinsam 45 kun davomida aynan ixtirochi, yuragida o'ti bor talabalarni o'z jamoamda yig'moqchiman. Agar siz ham YouTubedan aynan shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz va siz ham aynan shamol generatorlariga qiziqsangiz, jamoam eshiklari siz uchun albatta ochiq. Kontaktlarimni ko'rishingiz mumkin. Mana shu kontaktlarga yozsangiz, sizni jamoaga qo'shishdan manfaatdor bo'laman. Shu joygacha ko'rganingiz uchun albatta rahmat. Agar uz kombinatoriga qabul qilinsam, katta ehtimol bilan 12-yanvargacha ham mahsulotimizni proyektini, ya'ni skelet variantini yasashga harakat qilaman. Bu videoni olishimga yaqindan ko'maklashgan Kogon shahar yoshlar ishlari agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammaga rahmat.